Televizor olib bersa jim bo'ladi deb o'yladingizmi? O'chir ovozingni. Bu tepadan otayotgan hunari bor ekan. Birinchi etajdan uy olmabsiz-da, qo'shni. Qaramaysan tog'a, televizor sovg'a qilin, futbol uchun emas, serial kursida baribir ham norozida. Jiyanjonim, ayollarga mehr e'tibor kerak. Hozirgi ayollar nima xohlaydi? iPhone? Yo'q, jiyanjonim. Hamma ayollar ham bir xil emas. Ba'zi ayollarga romantika kerak. Tushundim tog'ajon. Bos. Bunizdan boshingizdan qolsin. Jiyanjonim, bir barba-marbaga borish kerak edi-yu. Sudrab uribdi-ku. Qo'shni tog'a, sizni gapingizga kirib romantikam chiqib ketdi-ku. Ahvolimga qarang. Qo'shni jiyanim, faqat gul bilan ish bitmaydi, onani. Ayol kishiga nima kerak? Romantika bo'lsa kerak. Yo'q. Hamma ayollar bir xil. iPhone kerak. Tushundim. Haydang. iPhone bilan aldamoqchi bo'ldingizmi? Mana. Hamsiya, siz o'zi bironman bilasizmi, yo'qmi? Menga qara, Hamsiya jiyanjon. Kelin seni mana sovg'alaringni priznavat qilmayapti. Kelinga kattaroq sovg'a qil. Kattaroq tushundim. Yoshlar ishtimi otmay qo'ydi. Derazasini mixlab tashladimi? Tog'a. Hayratda. Odam podamas ekansiz. Nima? Romantika dedingiz, romantika qilim. iPhone dedingiz, iPhone olib berdim. Katta sovg'a dedingiz. Navoiy City'ning qoq markazida birinchilardan bo'lib topshirilgan Anno Residence loyihasidan 3 xonali uy sovg'a qilganman. Chunki shu yil oxirida tayyor ta'minlangan holda topshiriladi. Boshlanish to'lovsidan olsa bo'ladi, lekin men 100% to'lov qilganim uchun kompaniya menga har 1 metr kvadratdan 1 million so'mdan chegirma qildi. Baribir ham norozi xotin. Jiyanjonim, bitta erkakcha savolga javob ber qani. Payshanba kuni nima yeysan? Sushi. Ana, yoshlar sushi, lavash, gamburger. Jiyanjonim, payshanba kuni ser qazilik osh yeyish kerak.